Bolalar, uzr, ozgina chuchlanib qoldim. Tinchmisizlar? Yaxshimisan? Soat 8da chiqib ketuvding kiraga. Endi qaytyapsanmi ishdan? O'rtoq bilasan, mashina arenda. Shunga ozgincha tinim bo'lmayapti-da. Bo'pti, ketdi unda, joy gaplashib qo'yganman. Bolalar, lekin uzr, bu safar emas. To'g'risi 2-3 kundan keyin arendadan berishim kerak. Shunga ozgincha yetmayapti. Keyingi safar borarmi? Namchi qo'rqasan o'sha arendatoringdan? Berasan-da o'sha pulni, qulmassan unga. To'g'ri gapiryapti. Qulmassan, o'rtoq. To'g'ri aytasizlar, bolalar. Men 3 yil umrini mana shu mashinaga alishgan qulman. Jinnimisan o'rtoq? Qanaqa qullik? Berib yubor mashinani agar qiynalayotgan bo'lsang. Sizlarga gapirish osonda. 1,5 yildan beri shu mashinani to'lab kelman, xabaringlar bor. Qora qozonim ham shuni orqasidan qaynaydi. Hozir buni berib yuboray desam, yarmidan ko'pini to'lab olganman. Pulni bermaydi arendator. Davom ettiray desam, to'la olmayapman. Nima qilishgacha o'zimni ham boshim qotib qoldi. Hop, bundan buyog'iga nima qilmoqchisan? Bolalar, gaplashamiz. Tinch bo'linglar.